Assalomu alaykum. Bizning navbatdagi kitobimiz Sovuti Hangugo 1B kitobi 9-mavzumiz. 9-mavzumiz Ibunin Nuguseyo. Bu kishi kim degan mavzu ekan. Eslatib o'taman, ushbu mavzuni o'qishdan oldin ushbu mavzuga oid bo'lgan lug'atlarni yodlab qo'yishni so'rab qolaman. Ushbu lug'atlar to'plami bo'lsa bizning Telegram kanalimizda joylangan. Birinchisi bo'lsa Ohi. Ohi bu lug'at degani. Birinchi mashqimiz Krimi Mandan Ponora Seseyo. Rasmga mos to'g'ri keladigan raqamlarni yozing deyapti. Bu endi o'sha yodlagan lug'atlarimizni takrorlab olish uchun mashq xolos. Buni rasmlarga qarab turib, albatta yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchi mashqimiz bo'lsa, iyagi bo'lsa yo'q, suhbatlashib ko'ring deyapti. Yana bir mashq qilib ko'ramiz. Xo'p, bu 10, yo'l 20, smul, sorin, mahin, shvin, yesun, irin, yodin, ahın, pek. Ondan boshlab nechagacha 100gacha bo'ldi. Bu qanday sanoqlar desak, bu sof koreys sanoqlari. Koreys sanoqlari, sof koreys sanoqlari. Biz bilamiz, sanoqlar ikkiga bo'linadi. Xitoy sanoqlari va koreys sanoqlariga. Bu sof koreys sanoqlari hisoblanadi. Bu juda ham oson. Birdan boshlab 10 gacha birinchi o'rganib olamiz. Qanday desak, o'qiymiz. Xana, tul, set, net, tasot, yosot, ilgop, yodol, ahop, yo'l. Hopla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 va 10. Mana bular ham o'sha sof koreys sanoqlari. Birdan boshlab 10 gacha yozdik va 10 dan boshlab mana 10liklar hammasi tepada yozilgan. Xo'p, bularni endi tuzlashimiz qanday? Ya'ni 11, 12 qanday ketadi desak, bu ham juda ham oddiy. 11 demoqchi bo'lsak, birinchi 10 ni yozamiz. Yo'l 1 nima degani? Mana xana turibdi. Yo'l xana. Bo'ldi, 11 bo'ldi. Xo'p, 15 demoqchi bo'lsak, 10 ni yozamiz yana. 5 tasot. 15. Xo'p, 19 yozamiz, 10 yozamiz, yo'l, 9 ahop. Mana shu holatda. 20 nima degani? 20 smul degani ekan. Smul 24 bo'lsa, smul net. Mana shu holatda yozilib ketaveradi ekan. Xo'p, almajin go'sil yo'ngarasayo, moslarni bog'lang deyapti. Xo'p, Chingu irim Halmoni ham. Do'stimning ismi o'sha Halmoni, buvamning ismlari. Xo'p, biz o'sha lug'at yodlayotgan paytimizda bilamiz, ikkitalik so'zlar chiqdi. Ular qanaqa so'zlar desa, ular hurmatli so'zlar, ya'ni o'sha hurmatliroq so'zlar va oddiy so'z hisoblanadi. Oddiygina tushuntiradigan bo'lsam. Misol uchun qaranglar. Bu yerda mana chip bor. Bu nima degani? Bu uy degani. Va bunga yana tekan bor. Bu ham uy degani. Endi qachon ishlatiladi desa, chipni shunchaki o'zimizdan tengqur, o'zimizdan kichik insonlarga uying qayerda, uyingiz bormi, uyda turibsizmi va hokazo. Shu uy haqida gapirsak, biz chipni ishlatamiz. Lekin o'zimizdan yosh juda ham katta, lavozimi yuqori insonlarga uyingiz qayerda, uyingizga olib borib qo'yaymi, hozir uyingiz bormi demoqchi bo'lsak, biz tekni ishlatamiz ekan. Farqi shunda. Xo'p, yoshlar uchun o'zimiz tengqurlar uchun yoshini so'raganda nay, o'zimizdan yoshi kattalarni yoshini so'raganda biz yonsini ishlatamiz. Misol uchun mana itta bor. Buni hurmat stili keshida. Mana bu holatda. Endi qarang. Xo'p. Chigim. Chibe. Chinguga. Issoyo. Hozir uyda do'stim bor. Do'stim ya'ni uyda deyapmiz. Endi hurmat stilida. Chigim dagi bumoga
keshimda. Bo'ldi. Hozir uyda o'sha ota-onam borlar degan ma'noda ishlatamiz ekan. Buni albatta yodlab olishingiz kerak, o'rganib olishingiz kerak. Ya'ni o'zimizdan kichiklarga mana bu hurmat so'zlarini ishlatib bo'lmaydi. O'zimizdan yoshi kattalarga bo'lsa mana bu hurmatsizlikroq so'zlarni ishlatsak biroz hurmatsizlik bo'lib qoladi. Shuning uchun bularni albatta yodlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, keyingi biz birinchi grammatikamiz otdan oldingi otga qo'shiladigan i. Bu nima degani desak, bu ning degani. Ya'ni qaysi kelishik? Albatta qaratqich kelishigi. Ona tilidagi qaratqich kelishiga asosan. Misol uchun, do'stimning kitobi, mening uyim, sumkamning ruchkasi, eshikning misol ushlagichi, mashinaning roli deganimizda ushbu i qo'shimchasi bizga yordamga keladi ekan. Misol uchun, igosin bu narsa. Xo'p. Mun'e sonchabiyeyo. Bu narsa eshikning sonchabi ushlagichi. Yoki bo'lmasa 친구의 책이에요. Do'stimning kitobi. Mana shu holat juda ham oson. Shunchaki eslab qolinglar, bizda ko'pchilik ningni mana bu ni bilan adashtiraveradi. Meni kitobim deymiz, to'g'rimi? Bu men emas, mening kitobim bo'ladi aslida. Shuning uchun adashtirib qo'ymaymiz shunga ning qaratqich qo'shimchasini qo'shmoqchimiz, albatta i qo'shimchasi bizga yordamga kelish kerak bo'ladi. Xo'p. Eslatib o'taman yana bir bor. Ushbu i qo'shimchasi gapda tushib qolishlik ehtimoli ham bor. Mana bu holatda. Abojiye chayeyo. Dadamning mashinasi shuni o'rniga aboji chayeyo. Bu yerda hozir endi dadam mashina emasda, bu yerda ham dadamning mashinasi holatida tarjima qilinaveradi. Gaplarda ko'p chiqadi. Buni albatta bilib olishlaring kerak bo'ladi. Tushib qolsa ham, tushib qolmasa ham xato bo'lmaydi. Ya'ni tushib qolgan, o'sha ko'rinmayotgan bo'lsa, demak tushib qopti-da deb turib, shunchaki tarjimadan qo'yib tarjima qilib ketaveramiz. Yana bitta bilishingiz kerak bo'ladigan narsa bor. Bu nima desak, bu o'zgarishlar. Misol uchun, cho plus i. Mening demoqchi bo'lsak, chega o'zgaradi. Na plus i. Bu ham mening degani nega o'zgaradi. No plus i. Sening demoqchi bo'lsak, bu ham nega o'zgaradi ekan. Buni albatta eslab qolishimiz kerak bo'ladi. AB'da 이거 스티븐 씨 책이에요. Bu Stevenning kitobimi? Ne, 책이에요. Ha, mening kitobim. 누구의 가방이에요? Kimning sumkasi? Hiyening 가방이에요. Hiyening sumkasi. 저 사람은 누구예요? Ana bu odam kim? Ne 친구예요. Mening do'stim. Xo'p, yozda tushungan bo'lsalaring bajarib qo'yamiz. 여러분의 물건을 하나씩 상자에 모이세요. 그리고 물건을 꺼내면서 보기와 같이 이야기해 보세요. Sizlarning o'sha narsalaringizni bitta-bitta sancha, o'zingizning narsangizni deyapti, o'sha sancha qutiga soling va narsalarni olib birga suhbatlashib ko'ring deyapti. Ya'ni mana bu qiz olyapti qutining ichidan igo nugu chegiyeyo. Bu kimning kitobini? Bu tushib qolyapti bu yerda. Endi mana bu aytayaptiki, chegiyeyo. Mening kitobim. Endi mana bu bola ko'rsatyapti kimning? Rustamshi chegiyeyo. Rustamning nimasida kitobi. Shu holatda sizlar ham biroz mashq qilib qo'yasizlar. Keyin grammatikamiz otlarga qo'shiladi. Ilril, charada, chalmutxada, mutxada. Biror bir narsani charada bo'lsa yaxshi qilish. Xo'p, qila olmasangiz chalmutxada, ya'ni yaxshi qila olmaslik. Xo'p, umuman qila olmaydigan bo'lsangiz mutxada, ya'ni bu qila olmaslik. Holatida ishlatamiz ekan. Ya'ni nimani yaxshi qilasiz?
Shu haqida. Nimani yaxshi qila olmaysiz yoki nimani umuman qila olmaysiz. Shu haqida gapirganda ushbu grammatika bizga yordamga keladi. Misol uchun, 저는 men 운전을 못 해요. Men unjon mashina haydashni umuman bilmayman. 친구는 영어를 잘해요. Do'stim ingliz tilini yaxshi biladi, yaxshi qila oladi deganda. Bu ham unchalik qiyin grammatika emas. Bir-ikki marta o'sha mashq qilib olsalaring, juda ham oson grammatika. Xo'p, ABda o'qiymiz. 한국말을 잘해요. koreys tilini yaxshi bilasizmi? 아니요, 잘못해요. yo'q, unchalik bilmayman. Mana endi cho'g'ib chingu ekanda bu. Mariko 씨는 뭐를 잘해요? Mariko nimani yaxshi qilasiz desa, Mariko nimani yaxshi qiladi ekan. Mariko 씨는 요리를 잘해요. Mariko 요리, ovqat pishirishni yaxshi qiladi. 저는 운전을 잘못해요. Men mashina minishni yaxshi bilmayman. 저는 수학을 못했어요. Endi o'tgan zamonda ham ishlatamiz ekan. Men matematikani umuman bilmas edim. Endi oldin umuman bilmas edi. Shu holatda ushbu grammatikalar bizga yordamga keladi. Albatta esimizdan chiqmasin, otga qo'shiladi biror bir narsani ildiril bilamiz tushum kelishiga. Ni qo'shimchasi bu. O'sha narsani charada yaxshi qilish, chalmotxada yaxshi qila olmaslik, motxada umuman qila olmaslik. Xo'p, yonsibda mashqlarni bajarib qo'yamiz. Pogiwa kachi chingua iyaga bo'lsa-yo, do'stingiz bilan suhbatlashib ko'ring deyapti. Endi ikki kishi bo'lsalaring suhbatlashasizlar. Nimani yaxshi qila olasizlar, nimani yaxshi qila olmaysizlar, nimani umuman qila olmaysizlar. Shu haqida qisqacha do'stingiz bilan gaplashib qo'yinglar. Maragini o'qiymiz. O'qiganimizdan keyin albatta tarjima qilib ham qo'yamiz. Xo'p, agar yana bir mashq qilmoqchi bo'lsalaring, bu yerda yonsib turibdi. Chingua yonsib bo'lsa, do'stingiz bilan suhbatlashib ko'ring. Mana bu yerda ko'rsalaring, rangli nimalar berilgan, so'zlar berilgan. Tepada ham mana bu rangli joylari bor. Shu ranglardagi so'zlarni mana bu so'zlarga almashtirib yana bir yonsib mashq qilsalaring ham ancha sizlarga yordam bo'ladi. Hozir bu yerdagi gaplar, so'zlar hammasi mana birinchidan olingan. Nore, hanguopan, juliang turibdi. Endi sizlar mana bularga o'zgartirib yozsalaring ham bo'ladi. Xo'p, keyingi grammatikamiz otlarga qo'shiladi. Iseyo. Bu lar degani. Bu qanaqalar? Ko'plik ma'nosi emas, hurmat ma'nosi. Bilamiz, dadamlar kelyaptilar. Bu yerda ishlaydilar dadam. Oyim hozir ovqat pishiryaptilar. To'g'rimi? Shunaqa deymiz. Xuddi shu narsa. Lar qo'shimchasi. Ulli undosh tanlaydi. Undosh bilan tugasa iseyo, ulli bilan tugasa shunchaki seyoni o'zi. Misol uchun 우리 어머니는 선생님이세요. Bizning 어머니, oyimiz o'qituvchilar. yoki shunchaki o'qituvchi. 우리 할아버지는 운전기사. 기사세요. Bizning harabboji bobomiz nima? Unjonkisa, taksistlar. Shu holatda ishlatamiz ekan. Bu juda ham oson, juda ham bir qiziqarli grammatikalardan biri. Faqatgina bizdan nima talab qiladi? Ozgincha yonsib mashq talab qilinadi. Yana bir eslatib o'taman. Ushbu iseyo grammatikasini faqatgina o'zimizdan yoshi katta insonlarga, lavozimi yuqori insonlargagina ishlatamiz. O'zimiz tengqurlarga, o'zimizga va o'zimizdan kichik insonlarga ishlatsak bo'lmaydi. Shu tomonlama albatta e'tiborli bo'lamiz. 예요, 이세요, 세요. 여러분, 주변 인물을 친구에게 소개하세요. Azizlar, atrofingizdagi o'sha shaxslarni do'stingizga tanishtirib ko'ring deyapti. Ya'ni mana bular deyapti-da. 우리 아버지 성함은 제임스
gol은예요. 우리 아버지는 의사세요. 쉰 두 살이세요. Bizning dadamizning so'ngham ismlari James Gordon ekan. O'sha bizning dadamiz Isa shifokorlar va Shvindu nima degani edi? Yo'l, Smul, So'rin, Mahan, Shvin 50 degani ekan. Tu bo'lsa o'sha tu 2. Yana bitta eslatib o'taman, aytmabman hozir. Bizda Xana, Tul, Set, Net degan sanoqlarimiz bor. 1 2 3 4. Bularni biz gapda yozmayotgan bo'lsak, Xana, Xan, Tul, Tu, Set, Se, Net, Nega o'zgarib ketadi. Mana shu holatda o'zgarib ketadi. Faqat gapdagina. Gapda tuzayotgan paytimizda. Shunga e'tiborli bo'lamiz. Xo'p, bu siz, ya'ni men. Kimni tanishtirmoqchisiz? Sonsening Panchingu Rumeta. Shularni tanishtirib qo'yamiz. Iseyo, seyo. Yeyo grammatikalarini ishlatgan holda. O'zimizdan kichiklarga albatta ishlatsak bo'lmaydi. Iseyo, seyo grammatikasini. Xo'p, keyingi grammatikamiz fe'l va sifatlarga qo'shiladi. Ishi. Bu ham xuddi tepadagi iseyo grammatikasi bor mana bu. Iseyo lar degani. O'sha bilan bir xil grammatika, bu ham lar degani. Faqat bu sifat va fe'l so'z turkumiga qo'shiladi. Sifat va fe'l so'z turkumiga. Tepadagisi bo'lsa faqat otlarga qo'shilardi, pastdagi bo'lsa bu endi faqat fe'l va sifat so'z turkumiga qo'shiladi ekan. Xo'p, misol uchun 우리 아버지는 지금 회사에서 ilhada ishlamoq. Ulli undosh tanlaydi bu ham. Undosh bilan tugasa ishi, ulli bilan tugasa shini o'zi. Mana ulli bilan tugadi, ilha shi bo'ldi. Endi qaranglar. Mana bu shi qo'shimchasini qo'shganimizdan keyin biz gapimizning oxirini ayo yoki oyo grammatikasini bilamiz o'tganmiz. Ushbu grammatikani qo'shayotgan paytimizda ushbu shi qo'shimchamiz seyoga o'zgarib ketadi. Ilhasayo. Yana bitta qaytaraman. Agar biz shi qo'shimchasini qo'shdik biror bir so'zga, fe'l yoki sifatga qo'shdik va biz buni ayo oyo qo'shimchasi bilan yakunlamoqchimiz. Ayo oyo. Shu holatda ilhaseyo holatiga o'zgarib ketadi. Ilhaseyo. Ishlayaptilar bo'ladi. Buni biz lekin biz simlidan simlikka, pinida grammatikamiz bor-ku, o'sha bilan yakunlamoqchi bo'lsak, eslatib o'taman, qaranglar. Ilhashi pinida. Chunki undosh bilan tugasa simni deydi, urli bilan tugasa pinida edi. Shuning uchun ilhashimnida bo'ldi. Ilhashimnida. Mana bu holatda o'zgaradi ekan. Agar mana bunga ko'proq chalg'ib qolmanglar, ayo oyo yakunlayapmizmi? Demak, ilhaseyo holatida gap o'zgaradi ekan. O'tgan zamonda ishlasak ham bo'laradi. 아버지가 조금 전에 biroz oldin ketmoq, kashi, o'sha ketdilar demoqchimiz. Bir yozamiz shigacha va o'tgan zamonni qo'shib ko'ramiz. Ot o'tgan zamonni bilamiz. Ot o'tgan zamon. I bilan tugasa bilamiz. I yo'q o'zgarib ketardi. Kashiyossoyo bo'ldi. Ketdilar. 아버지는 조금 전에 가셨어요. dadamim biroz oldin ketdilar. Chiqib ketdilar degan ma'nosida. Kaseyo bo'lsa, o'sha bu endi ketyaptilar. Hozir ketyaptilar qayergadir. Shu holatda ishlatamiz ekan. Xo'p, ABni ko'ramiz. 아버지는 무슨 일을 하세요? Dadingiz nima ish qiladilar desa, 회사에 다니세요. Firmaga qatnaydilar. Xo'p, birinchisi pastdagi gapimiz Kim 선생님은 친절하세요. Kim ustoz, mehribonlar. 할머니는 친구가 많으세요. O'sha 할머니 buvamning do'sti ko'p. Kim 선생님은 지금 뭐 하세요? Kim ustoz hozir nima qilyaptilar? 책을 읽으세요. kitob o'qiyaptilar. 사장님은 어제 중국에 가셨어요. 지금 댁에 안 계세요. xo'jayin kecha
Chunguk Xitoyga ketdilar. Hozir uyda yo'qlar. Keshida bilamiz, keseyo. Nima? Bor bo'lmoq degani. Ankeshida bu yo'q degani. 어머니는 어제 비빔밥을 드셨어요. oyim kecha bibimbap tishida yemoq. Mo'ktani hurmatsizlar, yedilar bo'ldi. Hop, buni albatta ko'proq mashq qilinglar. Biroz chalg'itadigan grammatika o'zi bu. Chalg'ib qolasizlar. Qachon ishlatamiz ekan, kimga ishlatamiz ekan deyishda yoki qanday ishlatamiz deyishda mashq qilsalaring o'rganasizlar. Va albatta mashqlaringni kommentariyaga yozib qoldirsalaring, xudo xolasa ko'rib, tekshirib berishga harakat qilaman. yozibda yage bo'lsa-yo, suhbatlashib ko'ring deyapti. Haraboji, halmoni, aboji, omoni haqida qisqacha gapiramiz ekan. Xo'p, bogini o'qib beraman. Birinchi bogida 우리 할아버지는 전에 역사 선생님이셨어요. 축구를 좋아하셨어요. 아주 멋있으셨어요. Bizning haravoji bobomiz oldin tarix o'qituvchisi bo'lganlar, 축구 futbolni yoqtirganlar, juda kelishgan bo'lganlar. 요즘은 도서관에서 일하세요. 산책을 좋아하세요. 지금도 멋있어요. 멋있으세요. Sorry. 멋있으세요. Shu kunlarda to'saqon kutubxonada ishlayaptilar. Sanchek sayrni yoqtiradilar. Hozir ham kelishgan. Ikkinchi maragi buni ham o'qiymiz va tarjima qilib qo'yamiz. Va 36-betda tikki birinchi trekimiz bor. Buni albatta bajarib qo'yamiz. Titkini, treklarni Telegram kanalidan bemalol yuklab bosishlaring bo'ladi. Buni eshitib bo'lganimizdan keyin titki 2 chiqadi 37-betda. Buni ham albatta bajarib qo'yamiz. Birinchi va ikkinchi. 말하기, biroz 말하기 qilib ko'ramiz. 가족 사진을 보면서 여러분의 가족을 소개해 보세요. O'sha oilaviy rasmingizni ko'rsatib, sizlar ham oilangizni tanishtirib ko'ring deyapti. 이거는 우리 가족 사진입니다. 우리 가족은 모두 7명이에요. 7명입니다. 아버지와 등등등등등 있다. Biz ham misol olamiz uydagi 가족 sa진ni. Agar uyda tayyorlanayotgan bo'lsalaring, oynaga qarab. Agar biror bir joyda, o'quv markaz, o'qishlarda tayyorlanayotgan bo'lsalaring, albatta do'stlaring bilan birgalikda olib, 이거는 우리 가족 사진입니다. 우리 가족은 모두 5명입니다. 아버지와 어머니가 계시고, 형 2명, 그리고 저입니다. 우리 아버지는 해외 사원이세요. 여기 해외 사원이십니다. 어머니는 추비십니다. 등등등등. hokazo. Biroz berilib ketdim. Oldindan tayyorlanganmi shuni qilib qisqacha mashq qilib qo'yasizlar. Bu albatta sizlarga juda ham katta yordam beradi. Va ilgini o'qiymiz va do'stingiz bilan birgalikda tarjima qilib ko'ringlar va pastda savollari bor. Savollarga albatta javob yozasizlar. Va o'zimiz ham sizga yozamiz. 여러분도 가족을 소개하는 글을 써보세요. sizlar ham oilangizni tanishtiradigan 글 matn yozib ko'ring deyapti. 우리 가족을 소개합니다. Bizning oilamizni tanishtiraman deb aytyapti. Tanishtirib sizga yozib qo'yamiz. Va oxirida bo'lsa bizning 자기 평가, o'zimizni baholashi. Bu endi butun bir shu mavzumizni eslatib o'taman yana bir bor. Takrorlaydigan, mustahkamlaydigan bo'lim bu. Ya'ni biz qanday so'zlarni yodladik, shu so'zlarni bilamizmi? Qaysi grammatikalarni yodladik? Ushbu grammatikalarni qo'sha olamizmi? Va gaplarni to'ldira olamizmi? Va hokazo. Shular haqida qisqacha test desak ham bo'ladi. 43-bet. Buni albatta bajarib qo'yamiz. Xo'p, agar kitobni PDFda ko'rayotganlar biroz qiyin bo'ladi. Ilojisi bo'lsa, imkoniyatlaring bo'lsa, PDF shaklini albatta chiqartirib kelinglar qog'oz shaklida. Rangli chiqarish shart emas, o'sha imkoniyatlaringdan kelib chiqib, oddiysi ham bo'laveradi. Shunda kitobga yozganlaring anchagina qulay ham oson, o'rganishga ham juda ham oson bo'ladi. U holda 9-mavzumiz 1B Sovuti Hangu kitobining 9-mavzusi shu yergacha ekan. Keyingi darsimizda 10-mavzu 지금 몇 시예요? Hozir soat necha? Mavzuni o'tamiz ekan. Menimcha 9-mavzu tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Qandaydir savollaring bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozsalaring bo'ladi yoki bo'lmasa Telegramdan yozsalaring ham bo'ladi.
ko'rib, albatta javob beraman. Keyingi mavzuga o'tishdan oldin albatta 10-mavzuning lug'atlarini yodlab qo'yishlaringni so'rab qolaman. Kirom, bugungi mavzumiz shu yergacha edi. Keyingi darsda ko'rishguncha.